Aytishlaricha imomdan boshqa qaytib minbarga chiqmadi deyishadi. Umrini oxirigacha xuddi Vali amakiga o'xshab safda oxirida o'tirishni odat qildi. Endi va'z aytmayman. Va'z aytadiganlar odamlarni tanishi kerak bo'ladi deb nasihat qilar ekan. Men uchun yoki odamlarni bilmaydiganlar uchun sukut eng xayrlisidir. Bu yerda ozgina tafakkur qilsak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Allohning shunday bandalari bordirki, agar ular Allohning nomiga qasamyod qilsa, qasam ichsa, Alloh ularning qasamini qaytarmaydi. Rijalul g'ayb.